Menga qara Nodira. Akang qachon ketadi, a? Jonga tegib ketdi-ku. Sekinroq dadasi eshitib qoladilar. Eshitsa eshitar. Jonga ham tegib ketdi. Akamga bolalari qaramayotgan ekan. Shunga o'zim olib keldim qarayman deb. Esing joyidamisan o'zi? Bolalariga kerak bo'lmagan odamni biz nima qilamiz? Bizani uyimizda bitta xonani band qilib o'tiribdi. Sen esingdan chiqarmagin. Bizning ham bola chaqamiz bor. Qayerga sig'diramiz? Dadasi, bu nima deganingiz? Shu ahvolda akamni tashab qo'yamizmi? Bizga qancha yordamlar tekkan esingizdan chiqdimi? Mana shu uyni olishda ham akam yordam berganlar. Esingizdan chiqarmang. U kunlar o'tib ketdi. Nima? Men akangga uy olib bering deb yordam so'rab borganmidim. O'zlari shuni xohlab, mana shu uyni olib berishgan. Nima endi? Bir umr minnat qilib yashamoqchimisan? Yaxshi-hamchi, o'zinikiga o'xshagan hashamatli uy olib berib qo'ymagan ekan. Voy tavba, nimalar deyapsiz dadasi? Men bor ekanman. Akamni xor qildirib qo'ymayman. Kerak bo'lsa o'zim qarayman. Bolalariga zor bo'lmaydilar. Bo'lmasa-chi, o'sha akangning uyiga borib, o'sha yerda qaragin. Lekin bu yerda emas. Jo'natgin. Mehmonning izzati 3 kun deyishgan. Yetar endi. Anavi go'rsoqda o'g'li olib ketay deb biron marta kelgani yo'q. Insofingiz yo'q ekan sizni ham. Menga qara. Insof haqida gapir sanga emas. Bolalarigacha yaxshi tarbiya bermagan ekan. Mana qaraganda xor bo'lib yuribdi. Yo'qot akangni. Dada. Tinchlik o'g'lim. Nimaga qarayapsiz? Bahor keldi o'g'lim. Daraxtlarga dalaga qarash kerak endi. Dada. Daraxtlarga qarash kerak deysiz-ku, hozir meni vaqtim yo'q. Ishlarim ko'p, bilasiz-ku. Undan ko'ra bir ikkita mardikor chaqiraylik. Hamma ishlarni o'zlari qilib qo'yadi. Mana xohlasangiz o'yiz tepasida turasiz. Endi shu paytgacha bu mehnatlarni o'zim qilardim o'g'lim. Bu yil qarab qoldim shekilli, yaramayapman. Mayli, seni vaqting bo'lmasa o'ylama. Vaqtim bo'lganda ozgina o'zim qilaman. Dada, qo'ysangiz-chi endi kuymalanib yurasizmi hovlida? Mardikor chaqiraman dedim-ku. Hozir ishlayman desangiz, kechga yana oyog'ingiz og'rib qoladi. Keyin o'zingiz qiynalib yurasizmi? Mayli o'g'lim. Sen nima desang shu. Bugun dam olish kuni. Ota-o'g'il maza qilib ikkalamiz ishlaymiz dedim-da. Bugun keliningizni tug'ilgan kuni dada. Shunga ko'chaga olib chiqib bir aylantirib kelsammi deyotgandim. Anchadan beri aylanmadik, chiqmadik deb miyam qatig'ini chiqaryapti keliningiz. To'g'ri o'ylabsan o'g'lim. Ayol kishini uyga qamab qo'yib bo'lmaydi. Aylantirib, ovqatlantirib kel. Bu ko'ngli yodiladi-da. Men ham shuni o'yladim-da, dada. Dada, aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel ukam. Suyunchi beringlar, men o'qishga kiribman. Chet eldagi eng nufuzli universitetga o'qishga kiribman, dada. Rostdanmi o'g'lim? Suyunchi sandan o'rgilsin. Bu natijalari chiqibdimi? Ha, chiqibdi. O'zim o'ylaganimdan yuqori ball olibman. Shu faqat dada kontraktga kiribman-da. Bunisini o'ylama o'g'lim. Qancha bo'lsa ham to'laymiz. Sen o'qib, katta inson bo'lsang bo'ldi. Eshityapsanmi, Zafar? Ukang chet elda o'qiydi endi. Tabriklayman uka, omadingni bersin. Rahmat aka. Unda buni nishonlaylik-da o'g'lim. Kechga bir chiroyli dasturxon yozamiz, ha? Bo'ldi, unda kechki stolni o'zim tashkillashtiraman, dada. Zebo. Menga qara. Nabi. Zebo, aylanishga boshqa kuni boramiz. Hozir bugun ukamni o'qishga kirganini nishonlaymiz. Voy, o'qishga kirdingizmi, Otabek? Ha, kinoya. Tabriklayman, xursand bo'ldim. Chet elga endi ketasizmi? Ha, endi chet elda o'qiyman. Ilohim omadingiz bersin. Dadajon, unda men Otabek yaxshi ko'radigan mantini tayyorlayman. Mayli, bir o'zingiz charchab qolasizmi deyman-da, kelin. Ana u qo'shnimiz Sora opani kelinini chaqiring, sizga yordam beradi. Ikkingiz gaplashib zerikmaysizlar. Xo'p bo'ladi.
Qani, dada ichkariga kiraylik. Bu xush xabarni Nodir ammamga yetishingiz kerak. Qani, yuring. Kel, oxu kabi. Oxlabsandagi tabriklayman. Onasi. Otabek o'g'limiz o'qishga kiribdi. Kechadan beri ichimga sig'mayapman. Shuncha yil uni o'qitib xato qilmanman. Sen bolalarimiz chet elda o'qirmikan deb orzu qilarding. Mana o'sha kunlarga ham yetib keldik. Zafarni ham ishlari joyida. Yaqinda mansabini ko'tarishdi. Kelinimiz ham baraka topsin. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Faqat sen yo'qsan-da yonimda. O'rning juda ham bilinyapti shu kunlarda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pochcha, yaxshimisiz? Ha, Zafar. Akamga nima bo'ldi o'zi? Nega o'zidan o'zi avariya bo'ladi? Ahvollari qanaqa? Doktorlar nima deyapti o'zi? Jiddiy biror gap yo'qmi ish qilib? Bilmaymiz, amma bizga ham shifoxonadan telefon qilishdi. Hech narsadan xabarimiz yo'q. Bizga ham shu yerda kutib turinglar deyishdi xolos. Nega mashina boshqaradi? Axir shifokorlar mashina boshqarmasin degandiku. Menimcha, onam qabrlarga bormoqchi bo'lganlarmi? Yo'lda mazalari qochgan shekilli. Ey Xudo, ish qilib akamni o'zing panohingda asra. Ularga hech narsa bo'lmasin. Menga qara, ahvollari juda ham yomon emasmi? Tirik bo'lsalar bo'ldi. Voy, bu nima deganingiz? Tavba deng dadasi. Menimcha, unaqa jiddiy hech narsa yo'q. Rahmat, xavotir olib kelganingiz uchun pochcha. Shifokor chiqishini kutaylik biroz. Shunga qarab natijasini bilamiz. Xavotir olmaganman. Xudo xolisa dadamga hech nima qilmagan. Ish qilib o'shanaqa bo'lsin-da. Kel. Bismillahirrohmanirrohim. Bana, otur uka. Ha, o'tiringlar. Voy, Xudoga shukr. Aka, uyga ham kelib oldingiz. Charchab qolmadingizmi? Men-ku charchamadim. Sizlarni charchatib qo'ydimmi deb. Bu nima deganingiz dada? Faqat mana bu aravacha sal noqulay emasmi sizga? To'g'risini aytsam, sal noqulay. Baribir nimagadir boshqacha-da. O'zingni oyog'ingga yurganga yetmas ekan. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, dada. Oyoqqa turib ketasiz. Endi bunday bo'lmaydi degan xavotirdaman o'g'lim. Voy, nimalar deyapsiz aka? Mana yoningizda shunday sherday o'g'illaringiz bor. Ular sizni davolatish uchun qo'llaridan kelgan hamma ishlarni qilishadi. Muhimi o'zingiz sog' omonsiz. Qanday qilib
Yuragim sanchib qoldi bilmayman. Rulda ekanligim ham xayolimdan ko'tarilib ketdi. Dada, mashina haydamoqchi ekansiz, bir og'iz aytmabsiz-da. O'zim haydardim, yonimda o'tirardingiz. Sizlarni ovora qilmay dedim-da o'g'lim. Uning yoniga qabristonga ziyoratga ketayotgandim. Shunga menimcha xayolim chalg'idi shekilli. Mayli, nima bo'lsa ham ammam aytganlaridek sog'-omon qoldingiz. Muhimi mana shu dada. Men doktorlar bilan gaplashib keldim. Ularni o'zlari uyga kelib oyog'ingizga muolajalarni qilishadi. Shuning uchun tushkunlikka tushmang dada. Qarang aka, qanday aqlli bolalaringiz bor. Dadajon, charchab qolmadingizmi? Ovqat tayyor. Nima qilaysiz, so'raymi? Yo'q. Keyinroq. Men biroz dam olmoqchiman. Dada, nimaga bunaqa deysiz? Hammamiz birgalikda ovqatlanib olaylik. Biroz meni yolg'iz qoldiringlar. Men yolg'iz qolmoqchiman. Ha, tushundim aka. Qani, bolalar, yuringlar. Yur. Zafar aka, Ha? mana Otabek ham chet elga o'qishga ketdilar. Ammajon ham kelmay qo'ydilar. Siz bo'lsa kun bo'yi ishdasiz. Men o'zim uyda zerikib ketdim. Endi hozir boshqa ilojing yo'q-da. Sen o'qimasang, ishlamasang, uyda o'tirasan-da. Boshqa nima ham qilarding? Tavba, xafa bo'ladi ham demaysiz-a? Hech bo'lmasam, meni bir aylantirishlarga olib borib turing. Zebo, sen bilan men aylanishda yursak, dadamga kim qaraydi? Ahvollarni ko'ryapsan-ku? Shu siz ham dadajon xonalardan chiqmaydilar. Yeydigan ovqatlarni tayyorlab oldilariga olib kirib beraman. Qachon xohlasalar yeydilar. Bugun bir aylanib kelaylik. Men ham odamman axir. Charchadim. Xo'p. Men oldin ishxonaga boray, vaziyatni bilay. Agar bemalol bo'lsam, senga qo'ng'iroq qilaman. Tayyorlanib turasan, bir aylanib kelamiz, mayli. Rahmat dadasi. Ha, qaysi ko'ynagimni kiysam ekan? Men yaqinda olib bergan ko'ynagim bor-ku. O'shaniki senga juda yarashadi. Xo'p bo'ladi. Dadajonga indamay qo'yraman. Baribir kun bo'yi uxlayaptilar-ku. Ha, mayli, uyg'onsalar o'zlari menga qo'ng'iroq qiladilar. O'sha payt aytarmiz ko'chadaligimizda. Endi bilasan-ku, dadam bunaqa narsalarni yaxshi tushunadilar. Ham biroz yolg'iz qolib, o'zlariga kelib oladilar. Hammamizni charchatib yubordilar-da. Hech kimga qo'shilmaydilar. Birga bir mundoq bir ovqatlanishga ham chiqmaydilar. Endi yurolmay qolgan odam bitta o'lamas-ku. Sal odam o'zida ham harakat bo'lish kerak-da, yotib olmasdan. To'ppa-to'g'ri. Siz haqsiz Zafar aka. Bo'pti, men ketdim. Kelin. Kelin. Eshitmayapti shekilli. Zafar. Uydamisan o'g'lim? Zafar. O'zi Zafar. İşten keldimikan? Soat necha bo'ldi? Of. Kech bo'lib qolgan bo'lsa, ular meni turg'izishmagan. Uxlaversinlar deb meni uyg'otishmagan. Mayli. Lekin qornim juda ham och qolib ketdi. Zafar! Voy. Kelin. Kelin. Birov bormi?
turay desam, aravacham ham yonimda emas. Abbo, bu nima ahvol a? Zebo! Zebo! Xonani hidiga chidab olmaydi. Kel o'g'lim, kel. Yotur. Dada, bu nima ahvol bu? Xonaga kirib bo'lmaydi, hidini qarang. Sal nobir oynalarni ochib havosini almashtirsangiz bo'lmaydi. Mundor aravachangizda tashqarilarga chiqing, toza havoda aylaning ozgina. Bir nuqul yotaverasiz, dada. Shunday bo'ptimi? Menga sezilmadi bolam. Ha endi dada bitta xonadan chiqmay yotaverganingizdan keyin sizga bilinmaydi-da. Ha dadasi, chaqiruvmidingiz? O baraka topkur. Dadam xonalarni sal mundobir havosini almashtirib tozalab tursang bo'lmaydimi? Ahvolini qara. Hidini qara, chidab bo'lmaydi. Shamollatib turishing kerak edi. Qachon o'zi bir oxirgi marta tozalading? Nimaga baqirasiz? Nima, men sizga robot emasman-ku? Haqiqatda hovlini hamma ishlari faqat meni bo'ynimda bo'lsa, buni ustiga dadajon xonalardan chiqmay qo'yganlar. Ha deb kirib chiqib yuravermayman-ku, xonada yotsalar. Keyin xonada yotganlarda nima changitib supurarmidim? Dada, bunaqa emasdi endi. Tashqariga chiqing, aravachangizda sayr qiling. O'sha payt keliningiz kirib xoningizni tozalab oladi. Hech tashqariga chiqqim yo'qda o'g'lim. Shu aravachaga o'tirgim kelmaydi. Aravachaga o'tirsam o'zimni yomon his qilyapman. Endi dada boshqa ilojingiz yo'q-da. Nima qilasiz boshqa? Oyog'ingiz ishlamayotgan bo'lsa, qo'lingiz bor-ku. O'z boshimchalik qilib mashina haydamaslik kerak edi, dada. Mana nima bo'ldi oxir-oqibat? Mashinani ham dabdala qilgansiz. Endi xafa bo'lmang u dada. Aravachaga ko'nikmasdan boshqa ilojingiz yo'q. Endi men yoki keliningizni ko'tarib yura olmaymiz-ku. Xullas dada, men hozir ishga ketishim kerak. Aravachangizni olib kelaman, siz tayyor bo'lib turing. Hovliga olib chiqib qo'yaman. Biroz toza havodan nafas oling. Aravachaga ham moslashasiz. Kuni bilan bitta joyda yotirish yaxshi emas. Sen dadam hovlidagi vaqtlarda xonani tozalab chiqqan. Xo'p. Shoshma. Kecha dadam oldilariga ovqat qo'yaman degding. Olib keluvmiding? Ha, kecha ovqat qo'yib ketgandim yonlariga. Ertalabki hammasini yig'ib oldim. Dada, kecha ovqatlandingizmi? Ha, yedim. Bo'pti, bor ishingni qil. Xabar olib tur. Bo'pti dada, men hozir kelaman. Siz tayyor bo'lib turing. Yaxshimsan o'g'lim? O'rganib qoldingmi? O'qishlari qiyin emasmi? Xavotir olmang dada, hammasi joyida, o'rganib ketdim. Darslar zo'r bo'layapti, o'zimga do'stlar ham topdim. Juda yaxshi. Lekin ehtiyot bo'l. Har kimga ham ishonaverma. O'rtoqlaring bilan bir noma'qul ish qilib yurmagin tag'in, ha? Ko'proq o'qi. Darslaringni qoldirma. Dada, yosh bola emasman-ku. O'zim bilaman nima qilishni, ajoyibsiz dada. Undan ko'rasi menga pul jo'nating, menga pul kerakdi. Kecha kontragingni to'ladik-ku. Yana biron bir xarajat bormi? Yo'q, pul o'qish uchun emas, o'zim uchun kerak dada. Yeb-ichishimga, kiyinishimga ham pul kerak-ku. Bu yerda hamma zo'r kiyinib yurar ekan. Shunga men ham yaxshi kiyimlar olishim kerak. Qolgani o'zimni mayda-chuyda xarajatlarim uchun. Yaxshi. Unda men bugun akangga aytaman. Ertagayoq senga pul jo'natadi. Bo'ldi dada, meni vaqtim sal kamroqdi. Xayr. Xo'p o'g'lim. Xudoni panohida bo'l. Dadajon, shu o'g'lingizni rosa erkalatasizda. Zafar akam yaqinda pul jo'natgandilar. Yana siz orqali pul so'rayaptilarmi? Chet elda yurgan odamga oson emas kelin.
Nima bo'lsa ham u hozir musofirda. O'qishdan chalg'imaslik uchun pulga zoriqmasligi kerak. Shundagina odam xayolini joyiga qo'yib o'qiydi-da. Zafar akam pulli yerdan supur bo'lmayaptilar. Zafar! Zafar! O'g'lim! Ha, dada. Bab, O'la be, dada. o'g'lim kechasi bilan oyog'im zirqirab og'ridi. Bir doktorga olib borib kelasanmi, o'g'lim? Faqat bugun emas, dada. Bugun qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Ozgina sabr qilib turing, dada. Boshqa kuni olib boraman o'sha doktorga. Dadasi, Ha? ertaga oyimni tug'ilgan kunlari, shunga borib 2 kun yotib kelsammi? Anchadan beri borganim yo'q. Ammo, endi sen boshladingmi? Ha, nima? Oyim tug'ilgan kunlari bo'lsa ham bormasligim kerakmi? Tug'ilgan kunga borsang mayli. Lekin yotib qolmaysan, kechga qaytib kelishing kerak. Nimaga? Necha oydan beri borganim yo'q. Ha, 2 kungina yotib qolsam nima bo'pti? Sen yotib qoladigan bo'lsang, dadamga kim qaraydi? Men ham onam oldilariga borishga, ulardan xabar olishga haqqim yo'qmi? Yoki vazifam faqat sizni mana shu kasal dadangizga qarashmi? Kechirasiz-ku, lekin meni ham ota-onam bor. Ular ham meni sog'inishadi. Ularga ham men g'amxo'rlik qilishim kerak. Kelin akaman deb faqat bu yerda yururmayman-ku. Haqqing yo'q demayapman-ku. Lekin hozirgi vaziyatda qolishing kerak emas uyingda. Dadamga osh-ovqat qilish kerak, kirlarni yuvish kerak, xonalarni tozalash kerak. Kim qiladi sen ketsang? O'zi shu siz ham 2 oydan beri faqat adajonning ishlarini qilyapman shekilli, undan bo'shaganim yo'q. Nima, endi shuncha xizmat qilib ham 2 kungina qolishga ruxsat yo'qmi? Zafar, kelin to'g'ri gapiryapti. Men uchun kelinni uyda olib o'tirma. Bemalol borib yotib kelaversin. Biroz dam olib keladi. Dada, men kuni bilan ishdaman. Siz o'zingiz bir o'zingiz qolib ketsangiz, sizga kim qaraydi? Men qanaqa qilib ishlayman? Xayolim uyda bo'ladim keyin. Otabek ham chet elda bo'lsa. Zebo yo'q. Hech qayerga bormaysan. Tug'ilgan kunga ham bormaysan. Nima? Sizga men qulmanmi? Bu uyda xizmatkordan farqim bormi? Bu uy a'zosiman men ham. Hey, ovozingni ko'tarma menga. Otangizga kerak bo'lsa o'zingiz qarang. Nima? Tiling chiqib qoptimi? Nima deding? Eshitganingiz. Hey, Zebo! Zebo dedim. Zafar, yaxshi ish qilmading o'g'lim. Dada, siz umuman aralashmang meni oilamga. To'xta. Nima deding sen? Yo'qga? Yaxshimisiz aka? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Men yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshiman. Ishlaring yaxshimi? Xudoga shukr. Uzr akajon, ishlar bilan bo'lib anchadan beri sizdan xabar ola olmadik. Yo'q, hammasi joyida. Hech ham xijolat bo'lma. Ha, uyda bir o'zingizmi deyman? Chaqirsam kelinam, Zafarbek ham yo'q, chiqishmadi. O'zim kirib kiraverdim. Ha, ular xotin zerikdi shekilli. Bir aylanib kelamiz deb ketishdi. Ha, mayli-yu, lekin sizni ham olib ketishmabdi-da, aka? Ha, bir o'zingiz kechgacha o'tirasizmi? Ha, osh-ovqatingiz nima bo'ladi? Osh-ovqat nimaga kerak, singlim? Bir-biridan non bilan qorin to'yadi. Ular hozir yosh. O'ynab kuladigan payti. Aka, ahvolingiz aniq yaxshimi? Ko'rinishingiz oldingida emas-ku. Hatto ozib ketibsiz. Ha, yaxshiman. Senga shunday ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana qo'yaver. O'zingdan gapir. Jiyanlarim katta bo'lishyaptimi? Ha? Ha, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Qizimga to'y boshlaydigan bo'lib turibmiz, aka. Ana yangilikni zo'ri.
qoyil. Muborak bo'lsin. To'yla boshlabsan. Rahmat aka. Shu desangiz, bir joydan anchadan beri so'rab kelishibgan edi. Yoshlar uchrashib ko'rishdi. Bir-birlariga ma'qul keldi shekilli. Shunga kecha rozilik berib, non sindirib ketishdi qudalar. Juda ham xursand bo'ldim. Eshitib singlim. Iloyim yoshlar baxtli bo'lsin. Ota-onalarini qadrlaydigan, mehrli, oqibatli bola bo'lsin. Qizingga ham yaxshilab tayinla. Borgan xonadonni gullatsin, yashasin. Oila a'zolariga mehr bersin, mehr. Shunda kam bo'lmaydi, Xudo xolasa. Rahmat aka. Xo'p, albatta aytaman. Aka, menimcha nimadir bo'lgan sizga. Ish qilib bolalaringiz sizga yaxshi qarashyaptimi? Yaxshi qarashyapti. Mani qayerga o'tqizishi bilmaydi. Zafar ishdan kelishi bilan xonamga kiradi. Kechgacha men bilan gaplashib o'tiradi. Bor xonangga desam ham ketmaydi. Aravachaga o'tqizib ko'chalarni aylantirib keladi. Bu yoqda bo'lsa Otabek meni rosa sog'ingan. Dada keling, shaharni aylantiraman deydi. Endi men shu ahvolda qariganimda shu ahvolda qayerga boraman? Shuning uchun bora olmayman desam, mendan xafa bo'ladi. Ha, kelinim ham baraka topsin. Har kuni menga yoqadigan ovqatlarni qilib beradi. Xullas, menda hammasi yaxshi. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi. Ancha xotirjam bo'ldim aka. Agar o'zingizni yolg'iz his qilsangiz, dardlashgingiz kelsa, men borman aka. Istagan paytingiz qo'ng'iroq qilib chaqiring. Meni o'ylama Nodira. Ki boshqa gaplardan gaplashaylik. Dada, Otabek bilan o'zingiz gaplashing. Qaytsin. Nimaga bolam? Unga ko'p pul ketyapti. Yetkiza olmayapman men ham. Nima qilay? Hali uni ustiga 2 yillik kontrakt turibdi. Uni ustiga har hafta pul jo'natyapman. Meni ham o'zimga yarasha xarajatlarim bor dada. Sizni dorilaringiz, muolajalar hammasi pul tursa. Mashinamni almashtiraman deganim qachon edi? Orttira olmayapman dada, ishoning. O'zi atiga 2 yilgina qoldi Zafar. Ukang o'qishini tashlab ketsa, nima bo'ladi endi? Voy, ozgina sabr qil, o'g'lim. Yana ozgina yordam berib tur, o'g'lim. Bitirib kelsa zo'r bo'ladi. Hali yoningga kiradi. Senga ham yordam beradi, o'g'lim. Uningiz odam bo'lmaydi dada. Surishtirdim. Yo'lida ham uningiz mazza qilib davrini surib yuribdi. Bizga o'qiyapman, vaqtim yo'q deydi-yu, u yoqda o'ziga o'xshagan takasaltan o'rtoqlarni orttirib olgan. Mazza qilib yuribdi. Men uni shunaqa sayoq yurish uchun o'lib tirilib pul ishlab jo'natmayman-ku dada. Men qattiqroq gapirgandim, telefonni o'chirib qo'ydi. Shu erkatoy o'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashing dada. Qaytsin uyga. O'qish kerak emas. O'qiydigan bo'lsa shu yerda ham o'qaveradi. To'g'ri dadasi. Men pul so'rasam, har doim yo'q deysiz. Lekin pulni hoyi uchiryapsiz, to'g'rimi? Sen hamma gapga o'zingni aralashtirurma Zebo. Ha, nima? To'g'risida? Kelin. Oldingizda men turibman-ku. Eringizga gap qaytarishingiz yaxshi emas. Qaynonangiz rahmatlini eslaysizmi? Menga umuman gap qaytarmas edi. Endi yomon bo'lib qoldimmi, dadajon? Shuncha qilgan mehnatim uchun rahmatingiz shumi? Boshqa kelinlarga o'xshamasdan, indamasdan gapimni ichimga yutib yursam ham ayb topyapsizlarmi? Siz shunday deb turganingizdan keyin Zafar akam urishadilar-da. Bas qilasam yo'qmi Zebo? Ketsam qutulamanmi shu uydan Zafar aka? Xursand bo'lasizmi?
Bor ketsin ketaver, yo'qolib ketmaysanmi? Ey o'g'lim, yosh kelin kuyov emassanlar-ku. Nimaga hadeb urishaverasanlar? Murosa qilib yashash qiyin emas-ku o'g'lim. Dada bo'ldi. Siz ham jonimga tegdingiz. Hammasi o'zi sizni deb bo'lyapti. Alo. Nodira singlim. Xullas. Shunaqa gaplar singlim. voy aka, nimaga shuni vaqtliroq aytmadingiz menga? Men Zafarni aqlli, xushli, tushunadigan yigit desam, hali unga sizga qarash malol keldimi? Aslida hamma ayb o'zimda. Men rostdan ham inchiq bosh og'rig'i bo'lib qoldim. Bolalarimni ham qiynab yubordim. Ha, otasi bo'lganingizdan keyin qarash kerak-ku. Ha, ularni yelkangizda ko'tarib katta qildingiz. Yemay yedirdingiz, ichmay ichirdingiz. O'qitdingiz, voyaga yetkazdingiz. Endi sizga qarash ularga malol keldimi? Nahotki odam o'z otasiga qarashdan charchasa? Ye. Abu mehmon kelibdi-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bo'ladi, ancha yaxshiman. Bolalar yaxshimi kuyov? To'y boshlabsiz. Eshitib, juda xursand bo'ldim. Ilohim, bolalaringiz baxtli bo'lsin. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Men ham mehmonga keldim. Bir singlimni yo'qlay dedim. Bemalol aka, bemalol. Uyimizni to'g'ri sizniki. Rahmat kuyov. Baraka toping. Hozir 1 minut. Onasi menga qarab o'rgin. Ha, hozir. Aka, o'tirib turing. Men hozir. Alo. Alo, dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, o'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Dada, nima uchun menga pul jo'natmayapsizlar? Nima? Pul? Ha, pul. Nima, men begona shaharda qiynalib yashaymanmi? Qancha xarajatlarim bor, dada. O'rtoqlarimdan qarz olish jonimga tegdi. Akamga aytsam, pul yo'q deyaptilar. Men o'g'lim haligi Iltimos, dada, akamga aytib qo'ying, menga bugunoq pul jo'natsinlar. bo'pti. Men ahmoq. Uyga qayting dada deb aytadim deb o'ylayman. Menga qara Nodira. Akang qachon ketadi? Jonga tegib ketdi-ku. Sekinroq dadasi eshitib qoladilar. Eshitsa eshitar. Jonga ham tegib ketdi. Akamga bolalari qaramayotgan ekan. Shunga o'zim olib keldim qarayman deb. Esing joyidamisan o'zi? Bolalariga kerak bo'lmagan odamni biza nima qilamiz? Bizani uyimizda bitta xonani band qilib o'tiribdi.
Sen esingdan chiqarmagin. Bizni ham bola chaqamiz bor. Qayerga sig'diramiz? Dadasi, bu nima deganingiz? Shu ahvolda akamni tashlab qo'yamizmi? Bizga qancha yordamlar tekkan esingizdan chiqdimi? Mana shu uyni olishda ham akam yordam berganlar. Esingizdan chiqarmang. U kunlar o'tib ketdi. Nima? Men akangga uy olib bering deb yordam so'rab borganmidim. O'zlari shuni xohlab, mana shu uyni olib berishgan. Nima endi? Bir umr minnat qilib yashamoqchimisan? Yaxshiyamchi, o'zinikiga o'xshagan hashamatli uy olib berib qo'ymagan ekan. Voy tavba-ey, nimalar deyapsiz dadasi? Men bor ekanman. Akamni xor qildirib qo'ymayman. Kerak bo'lsa o'zim qarayman. Bolalariga zor bo'lmaydilar. Bo'lmasa-chi, o'sha akangning uyiga borib, o'sha yerda qaragin. Lekin bu yerda emas. Jo'natgin. Mehmonning izzati 3 kun deyishgan. Yetar endi. Ana u go'rsoqda o'g'li olib ketay deb biron marta kelgani yo'q. Insofingiz yo'q ekan sizni ham. Menga qara. Insof haqida gapir sanga emas. Bolalarigacha yaxshi tarbiya bermagan ekan. Mana qaraganda xor bo'lib yuribdi. Yo'qot akangni. Qariganingda o'z kuningga o'zing yaramasang qiyin ekan. Rahmatlik ayolim tirik bo'lganda o'zi menga qarar edi. Lekin bu ahvolimda men hozir kimga kerakman? Hech kimga kerak emasman. Hatto bolalarga malol keldim-ku. Mana singlim uyiga kelganimdan beri xabar olmadim. Bilib turibman. Ular meni ketganimdan xursand. Endi bo'lsa singlimni uyiga ham sig'mayapman. Ularga ham ortiqchalik qilyapman. To'g'rida men bu ahvolda ularga ham yukman. Yuk. Mani deb singlimni ham oilasi buzilmasin. Bu yerdan ketganim yaxshi. Bor. Zafar. Kelin. Uydamisizlar? Keling amma, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Akam keldilarmi? Dadammi? Yo'q, dadam kelganlar yo'q. O'zingiz olib ketdingiz-ku dadamni. Ja, katta gapirib o'zim qarayman deb. Ha, to'g'ri olib ketdim. Bizniki deydilar. Ertalab turib nonushtaga chaqiraman desam, xonalarida yo'qlar. Shunga balki sizlarni sog'inib uyga kelgandirlar deb o'yladim. Tushunmadim. Amma dadam yo'qolib qolmagandirlar, qayerga ketadilar? Oxirgi marta o'zingiz olib ketdingiz dadamni. Boshqa narsadan meni xabarim yo'q. Agar ularga biror nima bo'ladigan bo'lsa, amma hammasiga siz javob berasiz. Haddingdan oshma. Kim bilan gaplashayotganingni unutma. Otangga yaxshi qarab qo'yganingda meni olib ketib yig'lamagan bo'lardi. Biz dadamga yaxshi qarayotgandik, hammasini joy-joyiga qo'yib qarayotgandik. O'zlari oxirgi payt umuman hech narsaga rozi bo'lmayotgandilar. Endi qarib qolganlar-da. Uni u, buni bu deydilar. O'zi sizni telefon qilib chaqirganlar umuman ortiqcha edi. Olib ketdingizmi? Endi o'zingiz qaytarib olib keling dadamni. Men hech narsani bilmayman. Toping amma. Xudoyim, qayerga ketgan bo'lishlari mumkin-a? Shoshma. Balkim oyingni qabrini tepasiga ketgandirlar-a? Bo'lishi mumkin. Borib ko'ramiz. Zebo, men hozir kelaman. Yur. Dada, odamni el yurtga sharmanda qilib bu yoqqa nimaga kelib oldingiz? O'zi bizni ozgina bo'lsa ham o'ylaysizmi, yo'qmi? Qachon tugaydi mana shunaqa erkaliklaringiz, ha? Dada, qachon tugaydi? Nima yetmayapti sizga? Men
ko'p o'yladim. Shu yerda qolsam hammaga yaxshi bo'ladi o'g'lim. Sen ham xotining bilan kelishib yashaysan. Singlim, sen ham eringni yonida xijolat bo'lib yashashdan qutulasan. Men aslida avval o'zim bilib kelishim kerak edi. Bu yerga oldinroq kelganimda shuncha mashmashalar bo'lmas edi. Aka, unaqa demang. Meni kechiring, jon aka. Bu yerlardan ketaylik, yuring. Yo'q. Nima desangiz ham men bu yerdan ketmayman. Bu yerda menga o'xshagan ko'p ekan. Dada, hammani yonida o'zingizni ko'rsatmang. Iltimos, yetar endi bu tomoshalar. Ketdik, uyga ketaylik dada. Men hozir kirib gaplashib chiqaman. Hammasini o'zim hal qilaman. Yuring, uyga ketaylik. Yo'q, men ketmayman o'g'lim. Men shu yerda qolaman. Malol kelib, senga og'irligim tushgandan ko'ra shu yerda o'zimga o'xshaganlar bilan yashagim yaxshi. Demak, qaroringiz qat'iy, dada. Qaytmaysiz, shunaqami? Yo'q. Shu yerdagilar bilan yashayman. O'zingiz bilasiz, dada. Keyin qo'ng'iroq qilsangiz ham, chaqirsangiz ham, yalinsangiz ham kelmasligim mumkin, dada. O'ylab ko'ring. Meni ham jahlimni chiqaryapsiz-ku, dada. Sen uyingga ketaver o'g'lim. O'zingizdan ko'ring, dada. Bilganingizni qiling. Ketdiganman. Bo'ldi endi. Jiyan, to'xta. Voy. Voy, Nargiz, nimasini aytasan? Va kecha aytgan. Qo'yaman senlarga qanaqa. Nima meni? Men bo'shni bo'lyaptimi ular? Tinchlikning dadasi nima bo'ldi? Nimaga jahlingiz? Tinchlik emas. Hammasiga sen aybdorsan, tushundingmi? Sen aybdorsan. Seni deb bo'ldi. Seni mana shu ming'ir janjallaringni deb dadam bilan meni oramiz buzildi. Seni deb dadam qariyalar uyiga ketdilar. Meni bo'lsa ishim orqaga ketdi. Sen aybdorsan hammasiga, tushundingmi sen? Nima? Aqlingizni yeb qo'ydingizmi? Men nima qildim? Bitta kelin qilish kerak bo'lgan ishni ortig'i bilan bajarib qo'ydim. Dadangizdan voz kechgan men emas, sizsiz. Uydan haydagudek qildingiz-ku. O'chir ovozingni hozir biror nima qilib qo'yaman. Ha, nima qilasiz? Urasizmi? Ayol kishiga qo'l ko'tarmoqchimisiz? O'zida jon ketganlardan beri o'zgarib qolgansiz. Na topganingizda baraka bor, na uyimizda baraka bor. Hammasidan charchab ketdim. Bo'ldi, bas qil. Otabek? Tinchlikmi? Aka, meni o'qishdan haydashdi. Dada, bu nima ahvol bu? Xonaga kirib bo'lmaydi, hidini qarang. Sal bir oynalarni ochib havosini almashtirsangiz bo'lmaydi. Mundor aravachangizda tashqarilarga chiqing, toza havoda aylaning ozgina. Nuqul yotaverasiz, dada. Nima? Sizga men qulmanmi? Bu uyda xizmatkordan farqim bormi? Bu uy a'zosiman men ham. Hey, ovozingni ko'tarma menga. Otangizga kerak bo'lsa o'zingiz qarang. Dada, bo'ldi. Siz ham jonimga tegdingiz. Hammasi o'zi sizni deb bo'lyapti. Menga qara, insof haqida gapirish senga emas.
Bolalarigacha yaxshi tarbiya bermagan ekan, mana qaraganda xor bo'lib yuribdi. Dada. Dada. Oğlum. Dadajon. Dada kechiring bizni. Bizni kechiring dada.